Elon Musk zat qanchalik qapshurak, qanchalik talva. Bu uning talvaligimi yoki odatdagi insonlardan halqıgan bir aqliy qobiliyati, tasavvur kuchining bo'lganligidami? Elon Muskning tarjimonini o'zini ko'rib baqsanglar, bu eng dastlab Zito degan bir shirkatni qurgan. Ya'ni bu nima shirkat deganda bu eng dastlabki Taobao'ning, Amazon'ning eng dastlabki asosiy, eng dastlabki tor savdo supsi mushundan boshlangan. Endi bu ishni hech kim qilmasda Elon Musk boshlagan. Biroq buni endi bir pul topgandan keyin Elon Musk bu Zito'ni setayotgan. Shuning bilan bu yerga Amazon, Taobao deganlar onundan keyin ko'tarilib chiqqan mushundan. Keyindilla bu PayPal'ni qurgan. Ya'ni bu elektronlik pul to'lashni Jifubao'ning otasi. Hozirgi Jifuba undar samyo pul to'layapmiz-ku. Mushu PayPal deganimi eng dastlab mushu Elon Musk ma shirkatniki buni qurgan. Buni qilgandan keyin to'rsodislar yaxshi moslashib, bu tizlik ko'tarilib chiqqan. Bundan intayin ko'p pul topgan. Biroq buni yeni setib etgan. Endi qaranglar, Elon Musk qilib zirki pul tashiyotgan ishni qilganlarning hammasi dunyoviy boy. Amazon şirketi qarab bakınlar, Mayunga qarab bakınlar. Shundaq-ku, yeni kimlarni bilsizlarmi shundaqdin? Endi mushu mezgilning o'zida butkul to'rsas hammaylar bu Elon Muskni tillagan, zangli qilgan. Bu bosh ishini qildi, hozirgan to'rsas andaq gulunib, to'rni pul to'lash, mandaq gulunib, mandaq yuqori pallaga chiqyapsa, mush shirkatni bu setib, bu texnikani o'tkazib etib qoldi. Ishlamaydigan atashga ama Elon Musk degan. Bu ishni qilgandan xir bir aqlliq nima o'xshaydisak, rost dot nima deb hamma odam zangli qilgan. Buni setayotgandan keyin yeni kishilar o'ylanmagan bir ishni qilgan. Ya'ni Tesla'ni setib olgan. Hozirgi Tesla shirkatining. Biroq u Elon Musk setib olgan vaqtdagi Tesla butunlay vayron bo'lgan. Qayta tajriba qilib nurg'un bozorlanishib to'liq vayron bo'lgan holat kelib bo'lgan, ziyon qilmayotgan shirkat. Biroq Elon Musk mushat Tesla degan ismni anglabla bu shirkatni setib olgan, mablag' solgan. Ya'ni Elon Musk o'z hayotida eng qoyil bo'lgan, cho'qindigan ikki shaxs bor. Uning birisi Tesla, ikkinchisi kim bilamsizlar? Birinchi gizbeklar. Şunun bilan hamda bu yerga Elon Musk bu Tesla'ni setib olgandan keyin gulini bozor deb ketmagan. Bulayın qayta mag'lub bo'lgan, nurg'un sinoq tajribalarni olib borgan, yeni muvaffaqiyat qozonmagan, qayta mag'lub bo'lgan. Elon Muskning butun mablag' tugab, buning uy, dachasi, mashinasi, sayt, pul yarg'idak hamma narsani setib shirkatga mablag' solgan. Xotin mollarim bundan ajrashib ketgan. Endi mush vaqtda aksicha Amazon va Mayun qatorliq buning ishini do'rab ashni qilgan. Dünyanın her qaysilikle hemmisi pul tep katta bayga aylangan. Şunun hemmisi bu Elon Musk'ni zangli qilib, hem de toydunmu, pushayman qildingmi, alay balay deyip turgan. Biroq Elon Musk nima degan? Men o'z hayot nishonimga yetmay, dunyodagi eng katta boy bo'lib ketsam, men uchun bu o'lim bilan barobar. Men har kun uyg'onib o'zimga deydigan birinchi so'z dunyoni o'zgartiradigan, dunyoni texim go'zal qilgan ishlarni qilma deyman. Navoda men mushu to'kliq avtomobillarni ishlab chiqarib muvaffaqiyat qozonib bozorga solamsam, bu avtomobillar burunqi koni may ko'ydirgan rayonchilarning o'rnini alamasa, davamlı may ko'ydirgan mashina ko'p yil vasa ishlatilvasa, yer shari muhiti og'ir darajada bulg'unib, yer sharining ilib ketish sur'ati texim tizilishib, shimol qutb, janub qutb muzda erib, yer shariga baloy ofat keladi. İnsanlar yo'qolish girdobga berib qilishi mumkin. Mening bu qilganim yolg'iz o'zimning orzu emas, butkul insoniyat uchun deydi. Endi bu yerdagi may ko'ydirgan avtomobillarniki muhitni qanchalik og'ir darajada bulg'aydigan sansipirlarni o'zinglar izlab ko'rib baqsanglar bilsizlar, tasavvur qilg'isiz darajadagi. Undaqda sizlarchi bu Elon Musk saramika, daltimka. Endi bu yerdagi Tesla muvaffaqiyat qozondi. Butkul dunyoda moda bo'ldi. To'liq avtomobil deb bo'g'cha Tesla birinchi o'pqanligi qildigan. Eng tez suratga pauchalari chiqdi, eng uzun musobaqa avtomobillari chiqdi. Zidon aydilgan texnika ishqib avtomobilga qoidlardan bir aniqlim berdi. Men bu alayda qilib bulamadim. Endi bu Tesla muvaffaqiyat qozonib, mushunda boy bo'lgandan keyin Elon Musk o'ylamagan yeni bir ishni qilib soldi. Dunyoning chuchutgidek bir ishni qilib soldi. Undaqda Elon Musk nima ish qilib soldi? Meni qo'shib olsanglar, keyingi sonda Elon Musk to'g'riliq davomli paranglashimiz.